Assalomu alaykum. Bizni YouTube'da kuzatib turgan aka-uka opa-singillarimiz, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Sizlarga men ish chiqaraman va ishni boshlashdan oldin sizlarga bir narsani aytib o'tayin. Kommentariyada har xilda so'zlar bo'lib qoladi, ba'zida negativlar. Undaysan, bundaysan. Do'stlar, men har bir kommentga e'tibor qilaman. Iltimos sizlardan negativ fikr kerak emas. Haromxo'r deb yozganlar ham bo'ldi-da. Chidab kelyapsiz hammasiga. Men haromxo'rlikqa birovning haqqini yeganim yo'q. Alloh saqlasin. Menga shaxsan men o'zimga yaqinda dekabr boshida bitta emas, bir nechta reklamalar chiqdi. 1xbetdan. 1xbetdan hamma biladi, bu sportga pul tiqadi, qimorbozlik va to'g'ri yo'ldan adashtirayotgan narsa. Instagramda 40 mingdan ziyod podpisчик bor, shu payt Instagramda 30 mingdan ziyod podpisчик bor edi. Oyiga 1 million rublga reklama chiqyapti. 1 million rubl dollarga 10 ming dollardan oshib ketadi. Men ham bilaman. 1 oy, 2 oy, 3 oy, 4 oy, 5 oy reklama qilib turib, 40 ming, 50 ming, 60 ming dollar pulni bosib tashlab haromdan. Qasr qilib uy solib yoki bo'lmasa baland mashinalar minishni men ham bilaman, lekin harom narsadan hazar qilamiz. Alloh taoloning o'zi saqlasin bu narsadan. Shuning uchun sizlardan iltimos, har qanday fikr bildirmangizlar. Biz xalq xizmatida bo'lamiz, halol narsalar chiqaramiz, to'g'ri yo'lda bo'lamiz. Shuning uchun bilib bilmay birovni orqasidan har qanday gap gapirmangizlar. Ba'zi bir negativchilarga tegishli bo'lgan. Ishga kelayotgan bo'lsak, ish Moskvada do'stlar. Vukusvil skladda bo'ladi. Endi Domodedovo va Podmoskvaga qaraydi. Vukusvil skladida 15 kunda oylik beriladi, yotoq joyda pullari ushlab qolinadi oylikdan. Bundan tashqari obed beriladi. Shu video davomida ish joyida videosi bor. Videoni ko'ringizlar. İşte ko'ringizlar, ma'qul kelsa borib ishlangizlar. Meni o'zim tanish bilishlarim ishi. Bu Vukusvil skladdan ko'proq ish chiqarib turaman, odam kerak payt. Vaqtida pullar beradi. Ish haqida biron ma'lumot yetishmay qolgan bo'lsa, shu ekrandagi brigada telefon nomerlariga aloqa chiqingizlar. O'zbekistondan borsak bilet olib beradimi deysizlar? Yo'q, faqat Rossiyada ishlatganlar ishga taklif qiladi. Uydan priyom vizalaringiz bilet olib borsalaringiz, sizlarni qabul qiladi ishga. Faqat erkak kishilarni ishga oladi. Vukusvil skladiga. O'z izohlarda o'z fikringizni qoldiring. To'g'ri qilibmanmi men? Harom narsani reklamasini olmay. Shuning uchun do'stlar, nima deymiz? To'lqa gazini bosamiz. Alloh taolo har bir insonni omadini bersin, ishlariga rivojini bersin. Sizlar bilan men Hasanjon Qo'shaqov va Hasan Musofir TV bu videomiz ikkita kanalimizda chiqadi. Yangi kanalim Hasanjon Qo'shaqov do'stlar. Mana ekranda ko'ryapsizlar. O'tib obuna bo'lib qo'yingizlar. Bu kanalda ham ijodni boshlaganmiz. Sizlarni yangi kanalda kutaman. Va yangi kanalga ham bu video chiqadi. Asta-asta sizlar bilan yaxshi ishlar chiqarib boramiz. Misoli, stroyka, skladlar oldinda turibdi. Men o'zim Tojikistonda uyda sizlarga chiqarib borib beraman. Ish joyida videosi video davomida. Unda gapni cho'zmaymiz. Qani tomosha qilamiz. Xayr. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz musofirlar. Biz sizlarni Vukusvil skladidan yangi vakansiyalar bilan bezovta qilyapmiz. Kimdaki Moskva, Moskovskiy oblast hududida yurgan bo'lsa, yangi O'zbekistondan kelganlar yoki bo'lmasa patent Moskovskiy oblast borlar, aloqaga chiqingizlar. Ishga taklif qilamiz. Ishimiz yaxshi, ob'yom, to'lovlar haqida. To'lovlarimiz bir oyda 2 marta, oyning 10 dan 15 gacha, 25 dan 30 gacha oyliklardan aldamaymiz. Oyliklar o'z vaqtida. Ishimiz 100% ofisiant, turda oydaga orqa beriladi. Bolalar ishlayapti. Ana yigitlar ishlayapti. Mana misol uchun sen qancha vaqtdan beri ishlayapsan, do'stim? 1 yil 4 oy bo'lyapti. 1 yil 4 oy. 15 kunga o'rtacha hisoblaydi. Ob'yom понятно, har oy har xil chiqadi. O'rtacha qancha ishlaysiz? Puling olgan puling 90 ming, 85 ming, maksimali yaxshi ishlasam 100 ming, 150 ming atrofida olaman. Bu seni yotoqxona puling, misol registratsiyadan tashqari qo'lingga toza oladigan puling, to'g'rimi? Yeb ichishdan o'zidan ortgan. Ha, misol uchun sen qancha olyapsan bundan? O'rtacha 50 ming, 60 ming, 70 ming, har xil. 15 kunga. 15 kunda necha marta dam olasan? Bir marta dam olaman. 15 kunda bitta dam olasan, 50, 60, 70 olyapsan o'rtacha. Mirsay. Mirsay, qancha vaqtdan beri ishlayapsan do'stim? Men 6 oylardan beri ishlayman-da. 6 oydan beri. Qancha olyapsan 15 kunga? 50 ming, 55 ming, 50 70 ming, ming. 55 ming. Har xil ob'yomga qarab. O'rtacha eng srednisi shunda 60 ming deb olsak bo'ladimi? 50 Bo'ladi. kunga 70 minggacha. Bo'ladi. 60 ming ishlayapti. Bu degani kadar yotoqxonasidan, Yeb ichishi, yeb ichishi, registratsiya, hamma narsadan tashqari 15 kunda uyiga ketayotgan tiniq puli o'zini. Patentdan to'lagani, o'shadan tashqari pullar akalar. Vedoms keladi, Vedoms bo'yicha yotoqxonasi misol uchun qancha bo'lgan, nimasi qancha bo'lgan hammasi minus pul, qo'lga oladigan pulni aytyapti. Ular qo'l qo'yib
har oyda 15 bilan 30 deb aytamiz. Undan ertaroq ham keladi. Bu krayni случай, eng oxiri 15 bilan 30 da keladi. Yana nimalar? Eng muhim narsa, kimga yangi kelganlar bo'lsa, patent qilishiga yoki dokumentatsiyasiga yordam kerak bo'lsa, maksimal darajada maslahat beramiz, birga olib boramiz. Kimga pul avans kerak bo'ladigan bo'lsa, beramiz. Ozgina ishlaganidan keyin sразу bera olmaymiz, kelgan kunidan ozgina 1-2 kun ishlagandan keyin, ofitsialniy turda o'ydago'r bo'lgandan keyin уже sразу nima qilib beramiz. Kimga qancha avans kerak bo'lsa, pitaniyasi, boshqasi hammasiga yordam bo'ladi, как положено biz tarafdan. Kollektiv yaxshi, eng muhimi. Hammamiz do'st, aka-uka deb birga ishlaymiz. Kelingizlar, hammani taklif qilamiz. Akalar pastdagi nomerlarga aloqaga chiqingizlar. Telefonda podробно gaplashib olamiz, ish qanday, полностью ma'lumot beramiz. Bizda ikki xil sklad. Теплый и охлажденка skladimiz bor hozirgi kunda. Охлажденкасida +5 gradus bo'ladi, yo'qli skladimiz +15 gradus. Hozir biz turganimiz issiq sklad hisoblanadi. Agar kelsalaringiz nargi skladimizda ruchnoy ro'xli bo'ladi. Mana bunaqa texnika emas, ruchnoy ro'xli bo'ladi. Formalar beramiz, forma. Oyoq kiyim beriladi, рабочий одежда bo'ladi, lekin bu keyinchalik avans qilib kam-kamdan pul ishlab qolinadi formaniki. Assalomu alaykum. Mana bizlarda mana shunaqa ish bor, skladda, oziq-ovqat skladda tovar yig'ish kerak, komplektovka. Mana shunday har bitta mana shu olingan tovar uchun 4 rubl 75 kopeykadan to'lanadi. Mana shunaqa telefon va unga ulangan, birinchida ulangan skaner bilan ish bo'ladi. Har bir donasiga 4 rubl 75 kopeykadan to'lanadi. Bu yerda mana har xil ish, tovarlar sklad ichida. Misol uchun birinchi qator mana suvlar основной, endi boshqa narsalar ham bor, ko'proq suvlar mana bunaqa. Ikkinchi qator mana o'zi bo'lyapti, o'zi korobkali tovarlar o'tyapti. Maydalashib ketaveradi shunaqa qilib. Birinchi, ikkinchi qatordan bir tekis borib kelib, bitta yoqdan bitta bu yoqdan emas. Bir tekis ketadi. Mana shunday qilib zborka qilib chiqiladi tovar yig'ilib. Har bitta pik uchun 4 rubl 75 kopeykadan to'lanadi, yotoqxona beriladi, pul oylikdan ushlab qolinadi, obed besplatno beriladi. Har 15 kunda oylik, ish объем. Agar o'zida yotoqxona kvartirasi borlar bo'lsa, Podolskiy yoki Domodedovo stansiyasining oldida ularga besplatno borib kelish uchun korporativniy avtobuslar bor. Sklad ichki ko'rinishi mana shunday. Ichki harorat +5 gradus deydi. +3 +5 gradus da, короче. Aka sovuq emas u darajada, yana buni sovuq tushunmasin hech kim. Zakaz redlachidan terib chiqilgandan keyin mana akkuratno qilib mana shunday joyga qo'yiladi. Yachakiga привязка qilinadi. Strech bilan o'rab, uni mana bunday robotlar kelib olib ketadi keyin. Robot keldi, mana zakozni olib ketadi o'zi. Mana shunday. Misol uchun mana shu zakazimiz. Mana shu korobka, mana 45 korobka bor ekan mana shu bitta paletda, misol uchun. Xuddi shunday 100 taliklari bor, 200 taligi bor, har xil bo'ladi endi. Shu bitta paletda shunga qarab ish ketaveradi. Misol uchun bu 50 korobka ekan, 41 korobka. O'rtacha shu 40-45 korobkadan bo'ladi zakaz, mana 44 misol.